Bismillahirrohmanirrohim. Zulhijjaning bu muborak kunlarida eng afzal zikrlar qaysilar deb so'rasa, shulardan 3 tasini aytib beraman. Birinchisi shubhasiz Alloh taoloning kalomidir. Inson Qur'on bilan bog'liq bo'lish kerak. Qur'onning tafsiri bilan, ahkomi bilan bog'liq bo'lish kerak. Kimda kim Qur'on bilan bog'liq bo'lsa, u albatta yutadi, albatta najot topadi. Bu kunlardagi eng afzal zikrlardan yana biri takbir bilan Alloh taoloni ulug'lashlikdir. Biz Qur'oni Karimni bildik. Yana muhim amallardan biri takbir aytishdir. Takbirning turli shakllari bor. Eng to'liq shakllaridan biri quyidagicha: Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd. Yoki Allohu akbar 3 martadan aytilishi mumkin. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd. Hatto sahobalardan Ibn Umar va Abu Hurayra roziyallohu anhu shu Zulhijjaning 10 kunining ichida bozorlarga chiqib turib, odamlarning ichida takbir aytardilar. Allohu akbar deb ovozlarini ko'tarib, insonlar ham ularni takbirlarga qo'shilib takbir aytardilar. Buni Imom Buxoriy jazm siyg'asi bilan muallaq holatda zikr qilgan. Ya'ni sahih hadis. Bu kunlardagi eng afzal duo Alloh taolo Qur'oni Karimda bu kunlarni zikr qilib turganda bizga o'rgatgan duosidir. U duo qaysi? Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasanatan va qina azabannar. Aynan Alloh taolo al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal fil hajj. Shu oyatlarda zikr qilib olib kelgandan keyin oyatning davomida, ya'ni nima deb keladi? Fa iza qadaytum manasikakum fazkurulloha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra. Alloh taolo bizga o'rgatyaptiki, odamlardan shunday toifalar borki, va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya. Dunyoda menga yaxshilik ber deydi. Va ma lahu fil akhirati min xalaq. Oxiratda ularda hech qanday nasibasi yo'q. Zikrlarni bajaradi. Faqat Alloh taolodan dunyoni so'raydi xolos. Ey Robbim, faqat menga dunyo ber. Ey Robbim, menga dunyo ber, mashina ber, faqat dunyo ber, villalar ber deb faqat dunyo so'raydi. Lekin ularda oxiratda hech qanday nasibasi yo'q. Lekin oyatning davomida Alloh taolo nima dedi? Va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana. Va insonlardan shunday toifalar borki, siz ham aynan shu toifadan bo'ling. Robbana atina, ey Robbimiz, bizga dunyoda ham yaxshilik ber, oxiratda ham yaxshilik ber va bizni jahannam azobidan qutqargin. Oson. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar.